Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızın görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldı bilan diqqətinizə bu hafta huzurunuzga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizin asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Bu hafta diqqətinizdə 12 noyabr, ya'ni tünügün vatanimiz Sharq Turkistonda ikki qatim Cumhuriyet qurilgan kun. Bu kun munosabati bilan Turkiyada faoliyat olib turgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bu ikki qatimlik Cumhuriyetni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Bu xabar diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Turkiyada G20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in Turkiyaning Antalya shahrida 15 noyabrdan 17 noyabrgacha olib berildi. Shundaqla xabarimizda Xitoy Qozog'iston birlashma harbiy manevrining ikkinchi bosqichiga kirganligi. Albatta buningki birinchi bosqichi vatanimiz Sharq Turkistonda elib berilgan, hozir ikkinchi bosqichi Qozog'istonning boshkentida elib poytaxtida elib berishga boshlandi. Shundaqla xabarimiz yana Xitoy Tayvan rahbarlarining uchrashishining orqa ko'rinishi haqidagi xabarlarimiz. Yana bu ikkisininki ziyoratidan keyin ziyoratdan keyin chiqqan nurg'un xilma-xil qarashlar haqidagi xabarlarimiz. Bu va bundan boshqa ko'plagan xabarlarimiz huzuringizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Vatanimizda ikki qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati aziz vatanimizda 1933 va 1944 yillari 12 noyabr kuni ayrim ikki qatim qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlarini xotirlash marosimi o'tkazdi. Sharq Turkiston xalqi uchun 12 noyabr nihoyatda ahamiyatli bir kun. Bu tarixiy kun Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilgan va Sharq Turkistonning mustaqilligi e'lon qilingan kundir. 1933 yili 12 noyabr kuni Qashqarni poytaxt qilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurildi va yana 1944 yili 12 noyabr kuni Xuljini poytaxt qilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan jamiyat yig'in zalida tarixda qurilgan ikki jumhuriyatni xotirlash marosimi o'tkazildi. Yig'inga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan 100 dan ko'proq kishi qatnashdi. Marosimda Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, jamiyat bosh mufattishi Abdulhakimxon Mahsumajim, Turkiyaning sobiq parlament a'zosi professor doktor Jalal Arbay, peshqadam vatanparvar faoliyatchi Abduqodir Yapchan qatorliqlar tarixda qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatlari to'g'risida muhim so'z qildi. Hidoyatullo O'g'izxon yig'inning ochilish marosimida so'z qilib mundaq dedi: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Esletiş şineyle beratımız. Ne o müminlerge menfaatlik boğan ne mi dese? Aynen. Bizge miras kaldırıp koygan İslami bir Şarkı Türkistan devletinin kolumuzdan ketken bu vazifini kayta esletip şu vazifini kolga alsın. Şu atның çullarını kolga alsın degen nokta asasta bu yığınlarını ötkizip kelyapmiz. Qarindoshlar, bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetininki eslashdiki yana boshqa nurg'un muhim nuqtalar bor. U bo'lsa islom dunyosi xilofatdan mahrum bo'lgandan keyin oxirgi xilofat Osmoniy xilofatininki yo'q bo'lishi bilan birga islom dunyosida qattiq ma'yuslanish, cho'kish paydo bo'lgan. Professor doktor Jalal Arbay so'zida Uyg'urlar uchun 4 turlik nuqtada ching turishga chaqiriq qilib mundaq dedi: Samimiy bo'lish, bir-birimizni hurmatlash, jafo mushaqqat, qiyinchiliklarga sabrchan bo'lish, bir-biriga mehr shafqatlik bo'lish, o'zaro sadoqatmanlik ko'rsatish. Diniy olim Abdulhakimxon Mahsum Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining ahamiyati to'g'risida to'xtaldi va 1933 yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining shuari bo'lgan İslamiyet, azadiyet, adalet, uhuvet degan hukumlar to'g'risida to'xtaldi. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti deb atalgan bu davlatning xarakteri, mohiyati nima edi? Buni bilish lozim. Bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti. Yuqoridaning shuarida ko'ryapmiz. İslamiyet, azadiyet, uhuvet, adalet. Bu 4 asosli ustiga qurilgan davlatni. Tamamen %100% halis İslam devletlerdi bu. İslamiyet, azadiyet, kuvvet, adalet. İslam'dan asas prensipleri bu. Yani bu 32 Cumhuriyet kurulgan peyt, kandak peyt desek 1917'den
Orta Asya'daki Müslüman karındaşlar Bolşevik komünistlerinin hücumuna uçrap tamamen talan-taraj uçravatkan dünya siyaseti birinci dünya uruşu ahirişine çoğun Müslümanlar vabalık kılıvatkan manda haterlik beyti kuruluk. İkinci kıtımız 44 için ikinci dünya uruşu hem de ahiriş tuğan dünyanın en kalaymakallaşıp dünyadaki Cahangir tağıt kuştan İslam dünyasına asasen egerilip ketken beytlerdi. Her ikinci cumhuriyet 33'lüksen 1917'den Orta Asya'daki Meyli, Xiva, Taş, hem halklık olduğunu getirdik. Orta Asya Müslümanlığı tamamen Rus komünistlerini oluşup getirdik. Rus komünistleri Orta Asya'daki İslami devletlerini tamamen ağdırıp 10 neçli tepki oluşlak. Şarkı Türkistan'dan İslami devlet kuruldu. Yığın ahırda vatanparvar faoliyatchi Abduqodir Yapchan so'z qilib, tarixda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatlari to'g'risida fikr bayon qildi. İslam bir adalet devletini berpa qilishni buyuruydiki, zulm emas. Adaletsizlik emas. Düşmanlık emas. Dostluk üstüne kurulgan bir devlet berpa qilish bu şu İslam'ın tek asası. Devlet asası bu. Yana bir ayette Xudun hoşuna uruq tuqqanlarga yaxshilik qilish, adolatli uchun bosh mizon qilish to'g'risidagi ayet. Yana İslam Cumhuriyeti'nin Şarkı Türkiston İslam Cumhuriyeti'nin asasını bu ayetin ustiga qo'yib chiqardik. Yig'inda yana Istiqlol televiziyasi tarafidan Sharq Turkiston Jumhuriyatlari to'g'risida tayyorlangan hujjatli film ko'rsatildi. Bugunni unutmagan va unutildirmaganlarga mansubdir. Bugun bizga nisbatan go'yo bir quyosh va ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Yig'in oxirida Sharq Turkiston shehidlarining ruhiga atab duo o'qildi. Tamoq ziyofatidan keyin yig'in qizg'in kayfiyat ichida oxirlashdi. Müslümanlarla oyladığın kılın Allah'ım. Allah'ım Müslümanlara ölgelik Müslüman ulaşma muvaffak kılın Allah'ım. Verimlilik Müslüman ulaşma muvaffak kılın Allah'ım. Hareketçi Müslüman ulaşma muvaffak kılın Allah'ım. Bala o'g'rilarining yangi usullari o'ttirg'i chiqdi. Sharq Turkistonda yillardan buyon ijtimoiy ofatga aylangan bala yutib ketish voqealarining oxirgi birida bala o'g'rilari Xitoylarning yangi uslubi o'ttirg'i chiqib qoldi va ota-onalar bu haqda ogohlantirildi. Ijtimoiy aloqa vositasi Undidarda 6 noyabr tarqalgan uchurda ma'lum bo'lishicha, Lopnur nahiyasidagi ma'lum bir o'ltiraq rayonidagi kichik farzand bor oilaning eshigi chekilib, cho'nglar berib eshikni ochgan. Ammo eshik oldida odam yo'q bo'lib, eshikni xato chekib qolgan bo'lsa kerak deb derazadan pastga qaraganda notanish bir Xitoyning telefonda uyda ota-onasi bor ekan. Bo'ldi, senmi kelmay turgin degan so'zlarni anglagan va darhol soqchiga ma'lum qilgan. Undidardagi uchurda ota-onalarning hushyorlikni o'stirishi, bolalarni oilada yolg'iz tashlab qo'ymasligi, shundaqla eshik tubiga sezib qo'yilgan shartlik belgilar bo'lsa, alohida diqqat qilib, gumonliq ahvol bo'lsa pash qilishi eskartilgan. Bola yutib ketish voqealari allaburun Sharq Turkistonda necha 10 yillik tarixi bor ijtimoiy ofatga aylandi. Ilgari yutib ketgan bolalar Xitoy o'lkalariga elib berilib, jinoyat guruhlarining ziyonkashligiga uchragan bo'lsa, yaqinda buyon o'g'irlangan bolalarning ichki a'zolari elib elinganligi, hatto Xitoydagi bola atkazchilarining Sharq Turkistonga kelganligi haqida uchurlar texmo andish qo'zg'amoqda. Bu yil 5-oyda Sharq Turkistondagi ma'lum shahardagi bir boshlang'ich maktabning ota-onalarga bir parcha xat avatib, ularni Xitoyning Shandong o'lkasidan kelgan bola bediklardan ogohlantirganligi haqidagi xabarlar dastlabda Undidarda tarqalib, keyin matbuotlarning diqqatini tortgan edi. O'g'irlangan bolalarning Xitoy o'lkalariga elib kerilib, o'g'irlik qatorliq ishlarga majburlanishi, Uyg'urlarga o'g'ir degan batnomning choplanishi, shundaqla bola yutib ketish hodislarining bargan sari ko'payishi bu ishlarda Xitoyning sistemalik plani bormi yo'q deganda gumonni keltirib chiqardi. Yana kelib Xitoy kommunistlarining odam organlari atkazchiligi bilan shug'ullanganligi xalqarada oshkorlanib tanqidga uchirmoqda. Xitoy yana bir ta'tir tashviqot filmi ishlamoqda. Xitoy atalmış asabiylikni tugutish tashviqoti doirasida Uyg'ongan ruh nomli yana bir ta'tir tashviqot filmini ishlamoqda bo'lib, bu filmning yangi yil harfisida qo'yilganligi bildirildi. Xitoy atalmış asabiylikni tugutish tashviqoti doirasida yana bir ta'tir tashviqot film bo'lgan Uyg'ongan ruh nomli televiziya teatrini ishlamoqda.
bu televiziya teatriga Kucha noyasi mablag' solgan bo'lib, 15 oktyabrdan 4 noyabrgacha Kucha noyasida suratga ilingan. Filmda bir dehqon o'g'ilning atalmish diniy asabiylik ideyasining ta'siriga uchraganligi, Xitoyning 3L xizmati nomida ta'tir tashviqot elib berish, Uyg'urlarni nazorat qilish uchun kanitlarga tushirgan xizmat guruhlarining yordamida asabiy ideyadan qutulganligi qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Bu film Yangi yil harpisida qo'yilmoqchi. Xotan shahrining sobiq shahar boshlig'i tekshirilmoqda. Xitoy 2013-yildan buyon elib berayotgan cheriklikka qarshi turish nomidagi guruhvozlik ko'rishi endi Sharq Turkistonga yetib kelgan bo'lib, Xitoy bu orqali uzun yillardan buyon o'ziga sodiqlik bilan ishlagan g'alchilarni har xil bahonalar bilan tozlamoqda. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq İntizam Tekşürüş Komitetining e'lon qilishicha, atalmış Abnum Rayonluq Xalq Qurultiyi Xotan viloyatlik ishchilar uyushmasining mudiri O'tkir Olim intizomga xiloflik qilganligi uchun tekshirilmoqda ekan. O'tkir Olim 1958-yili Qaraqash noyasida tug'ilgan. 1981-yili Xitoy Kompartiyasiga kirgan. Uzun mazgil Xotanda xizmat qilgan bo'lib, Xotan shahrining boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Xitoy 2013-yildan buyon elib berayotgan cheriklikka qarshi turish nomidagi guruhvozlik ko'rishida cho'ng kichik amaldorlardan bo'lib, necha yuz ming kishi vazifasini elib tashlandi va Xitoy Kompartiyasidan qo'g'lab chiqarildi. Ba'zilari qamoq jazolariga hukm qilindi. Xitoyning bu harakati Sharq Turkistonda Xitoy o'lkalaridagidek keng ko'lamli elib berilmagan edi. Lekin yaqinqi bir necha hafta ichida Sharq Turkistonda bir necha amaldor orqa-orqadan vazifasini elib tashlandi. O'tkir Olimdan burun bu yilning boshida Xotan shahrining boshlig'i Odil Nurmuhammad vazifasini elib tashlangan va Xitoy Kompartiyasidan qo'g'langan edi. Xitoy bu harakatlar orqali uzun yillardan buyon o'ziga sodiq ishlagan g'olchilarni har xil bahonalar bilan tozlamoqda. Atalmış asabiylikni tugutish temasidagi dramalar televizorda qo'yilishga boshlandi. Xitoy o'tgan oyning oxirida Urumchida elib borgan atalmış asabiylikni tugutish drama haftaligi faoliyati oxirlashgandan keyin amdilikda bu dramalarni televizorda qo'yishga boshlandi va xalqni majburiy ta'sirat so'zlashga o'rinlashtirdi. Xitoy o'tgan oyning oxirida Urumchida asabiylikni tugutish drama haftaligi faoliyati elib borgan edi. Faoliyat jarayonida G'ulja, Oqsu, Xotan qatorliq joylarning san'at o'maklari ishlagan 5 drama Urumchi san'at yurtida qo'yilgan. Bu faoliyat oxirlashgandan keyin bu dramalar televizorda qo'yilishga boshlagan. Kishilar dramalarni ko'rib ta'sirat so'zlashga o'rinlashtirilgan. Xitoyning 3L xizmati nomida yezi kanatlarga tushirilgan xizmat guruhlari yana aktiv holatga o'tib ta'tir tashviqotini boshlagan. Xitoyning televiziya va matbuotlarda kishilarning daromni ko'rayotgan va ta'sirotlarini so'zlayotgan ko'rinishlari tashviqot sifatida tarqatilishga boshladi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning Xitoyning besim va cheklamalarga bo'lgan norozilik harakatlarini terrorlik, asabiylik nomida bostirib keldi. Kuzatuvchilar bo'lsa, bu xil vaziyatni Xitoyning besim siyosatlari va suhbat yo'llarini etivatganligi keltirib chiqargan deb ko'rsatmoqda. Kuchada Namrat oilalarining 100 mingdan oshadiganligi oshkorlandi. Xitoy hadab halliq saviyaga yetkizdik deb jar selayotgan Kucha noyasida 100 mingdan ko'p oilaning to'van kapolatlik oilalar ekanligini, ularga yordam qilganligi haqidagi xabarida oshkorlab qo'ydi. Kucha to'rining xabar qilishicha, Kucha noyasi oktyabrning 30laridan boshlab 2 noyabrgacha shahar yezlaridagi to'van turmush kapolat oilalari, 5 kapolatlik oilalar va oilasi qiyinchiligi bor oilalari bo'lib, 100 mingdan ortiq oilalarga 100 ming tonna ko'mir tarqatib berganligini e'lon qilgan. Xabarda ko'mir tarqatib berish orqali ularning qishni xotirjam o'tkazishiga kapolatlik qildi deyilgan. Xitoyning rasmiy to'r bekatlarida Kucha noyasining nufusi 470 mingdan ko'proq e'lingan. 100 ming oilaning 5 kapolat oilasi qiyinchiligi bor oila qatoriga kirgizilishi bu noyadagi aholining mutlaq ko'p qismining texi namratlik saviyasida yashayotganligini ko'rsatib berdi. Kucha noyasi Sharq Turkistonning janubida Xitoy sanoatga mablag' solayotgan asosli nohiyalarning biri hisoblandi. Shundaq turuqliq buncha ko'p oilaning kapolatga ega bo'lmasligi Xitoy jor silayotgan taraqqiyotning foydasini faqat Xitoy ko'chmanlarga ko'rayotganligini isbotlab berdi. Xalqaro o'quvchilar ilmiy muhokama yig'iniga Uyg'ur tashkilot vakillari va mutaxassislar qatnashdi. İstanbulda Xalqaro o'quvchilar jamiyatlari birlashmasi va Yildirim Bayazit universitetining uyushtirishi bilan Xalqaro o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini ochildi.
Xalqarалық o'quvchilar jamiyatlari birlashmasi va Yildirim Bayazit universitetining uyushtirishi bilan xalqarалық o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Yig'inga dunyoning o'xshamagan joylaridan o'nlagan akademik tadqiqotchilar, doktor, professorlar, ommaviy tashkilot rahbarlari, Turkiyada o'qiyotgan chet ellik o'quvchilar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Yildirim Bayazit universitetining o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Qarluq, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Uyg'ur ziyoli Abdulaziz Bashto'g'roq, Mirkamil Qashqarli va Turkiyada o'qiyotgan bir qism Uyg'ur o'quvchilar qatnashdi. 6 noyabrdan 8 noyabrgacha davomlashgan bu yig'inning ochilish murosimiga Xalqarалық o'quvchilar jamiyatlari birlashmasi raisi Mahmat Ali Polat, Yildirim Bayazit universitetining mudiri professor doktor Matin Doğan, İHA insonparvarlik yardım fondi jamiyatining raisi Bülent Yildirim qatorliqlar qatnashdi. Yig'inning ikkinchi kunida Yildirim Bayazit universitetining lektori professor doktor Abdurashid Jalil Qarluq xalqaro o'quvchi tarbiyalashda Xitoy-Turkiya tajribalari degan temada so'z qildi va ikki o'xshamaydigan davlatning chet ellik o'quvchilarni o'qitish tajribalarini selishtirib, Turkiyaning xalqaro o'quvchi tajribalarining texmo to'liqlanishi uchun taklif fikrlarni o'ttirg'a qo'ydi. Xalqaro o'quvchilar jamiyatlari federatsiyasining raisi Mahmat Polat apandi bu ilmiy muhokama yig'inining maqsadi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Maqsadimiz dunyoning o'xshamagan joylarda, o'xshamagan jo'g'rafiyalarda xalqaro o'quvchilarga aloqador xizmat faoliyatlari olib berayotgan ommaviy tashkilotlar, o'quvchilar uyushmalari, universitetlar, akademik organlarning munosabatlik mas'ullari bilan tajriba almashtirish, xalqaro o'quvchilarning o'qish faoliyatlariga hissa qo'shadigan bir oliy organ ta'sis qilish, o'quvchilarning o'qish sharoitini qulaylashtirish uchun har qaysi davlatlardagi o'quvchi ishlari ommaviy tashkilotlar bilan hamkorlashish to'g'risida muzokara qilish va fikr almashtirishdan iborat dedi. Xalqarалық o'quvchilar jamiyatlari birlashmasi Turkiyada o'qish uchun kelgan chet ellik o'quvchilarga mulozimat qilish uchun qurilgan bo'lib, 36 shahardagi 42 xalqarалық o'quvchi jamiyatining hamkorligidagi tashkilotdir. Turkiyaga bu yil o'qishga kelgan o'quvchi soni 80 ming bo'lib, yaqinqi yillardan buyon chet ellik o'quvchi soni tez suratda oshmoqda ekan. Kelar yili bu son 100 mingga yetkazildi ekan. 2023-yildagi nishon bo'lsa 250 mingga yetkazish ekan. Türkiye'de 20 devlet guruhi başlıkları yığını ötküzüldü. Türkiye 20 devlet guruhi yığınının bu yıllık nöbetçi reisi bulup 2015 yıllık G20 yığını 11. ayının 15. günden 17. günü geçe Türkiye'nin canubideki sayahat şehri Antalya'da geçildi. Türkiye 20 devlet guruhi yığınının bu yıllık nöbetçi reisi bulup 2015 yıllık G20 yığını yani 20 devlet guruhi başlıkları yığını 11. ayının 14. günden 17. günügacha Türkiye'nin canubidagi sayohat shahri Antalya'da ochildi. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 10. noyabr Antalyaga berib, G20 yig'ini tayyorliqlarini ko'zdan kechirdi. Yig'inga 20 davlat guruhidagi Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Kanada, Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Janubiy Afrika, Avstraliya, Meksika, Koreya, Turkiya, Indoneziya, Saudiya Arabiston, Argentina qatorliq davlatlarning rahbarlari va Yevropa ittifoqi rahbarlaridan boshqa yana Ispaniya, Ozarbayjon, Malayziya, Senegal, Singapur va Zimbabve qatorliq davlatlarning rahbarlari raislik vazifasi o'tayotgan Turkiyaning taklifi bilan qatnashadi. G20 dastlabda xalqaro pul muomala muqimliqni va iqtisodning sijil eshishini saqlash maqsad qilinib qurilgan bo'lib, lekin yaqinqi yillardan buyon yig'inda xalqaro terrorlik, klimat o'zgarish, sijil taraqqiyot qatorliq muhim siyosiy va iqtisodiy masalalarmi yig'in kun tartibida bo'lib keldi. Turkiyaning bu qatimqi yig'inda bo'libmi ikki taraf uchrashishlarda ko'chmanlar masalasi va terrorlik masalasi haqida ochiq signal beradiganligi ilgari surilmoqda. Yig'inga 13 ming kishi qatnashadigan bo'lib, Turkiya yig'inning bexatarligiga kafolatli qilish uchun 12 mingdan ortiq saqchi ajratgan. Xitoyda tan jazosi umumyuzlik mavjud. Xalqaro kechirim tashkiloti payshanba kuni dokument e'lon qilib, Xitoyda tan jazosining umumyuzlik mavjud ekanligini, gumondor va advokatlarning hammasining ziyonkashlikka uchraydiganligini e'lon qildi. Bosh shtabi Angliyada bo'lgan xalqaro kechirim tashkiloti Xitoydagi qiyin qistoqqa elib majburiy iqror qildirishga munosabatlik bir dokument e'lon qilgan. Kishilik huquq tashkiloti bo'lgan xalqaro kechirim tashkiloti payshanba kuni bir dokument e'lon qilib, jinoyat komandalari soqchilarning qiyin qistoq orqali iqror qildirishga uchraydigan ahvol Xitoyda umumyuzlik mavjud bo'lib, ba'zi sazgur delolarni bir taraf qilgan advokatlarimiz ziyonkashlikka uchraydi deyildi.
Uningda ko'rsatilishicha, saqchilarning qo'lga ilinganlarga tan jazosi berilgan ahvol umumyuzlik mavjud ekan. Bu dokladda 40 ga yaqin advokat bilan elib berilgan suhbat berilgan bo'lib, ba'zi advokatlar gumondorlarni qo'g'dashga tirishganda tayoq yegan. Dokladda aytilishicha, gumondorlar tok so'qtirish, tayoq yeyish, suv qachlangan botolka bilan qattiq urish, uxlatmaslik, temir o'rindiqqa bog'lanib uzun vaqt o'ltirg'izish qatorliq qiynashlarga duch kelgan. BDT tan jazosiga qarshi turish komiteti kelar hafta Xitoyning bu vaqtdagi xotiralariga qarab chiqadigan. Kechirim tashkiloti uningdan burun bu dokladni e'lon qilgan. Dokladda Xitoy tarafining ma'lumotlari naql qilingan bo'lib, 2008-yildan 2015-yilning oldingi yarimigacha Xitoy Oliy sudi tan jazosi orqali majburiy iqror qildirishga munosabatlik oz deganda 1321 doklad topshirilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyda aran 20% ga yetmaydigan gumondorning vakolatchi advokati bo'ladi ekan. Bu sababdan tan jazosiga uchrashdan saqlanish texmo qiyin ekan. Xitoyning boshqa joylariga qaraganda so'z uchur erkinligi texmo qattiq cheklangan Sharq Turkistonda ahvolning texmo og'ir ekanligi aniq. Xitoy va Qozog'iston birlashma harbiy manevri 2-bosqichga kirdi. Birinchi bosqichi Sharq Turkistonda elib berilgan Xitoy va Qozog'iston birlashma harbiy manevrining 2-bosqichi payshanba kuni Qozog'istonning Olmuta shahrida boshladi. Rossiya sun'iy hamra to'rining 6-noyabr xabar qilishicha, payshanba kuni Qozog'istonning Olmuta shahrida Xitoy bilan Qozog'iston birlashma harbiy manevr boshlagan. Bu xil manevrning Qozog'istonda tunji qatim o'tkazilishi hisoblangan. Manevrda ikki tarafning ishonchini oshirish va terrorlikqa qarshi turish hamkorligini kuchaytirish ekan. Qozog'iston Davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, manevrning birinchi bosqichi Sharq Turkistonda o'tkazilgan bo'lib, bu ikkinchi bosqichi ekan. Birinchi bosqichda chegara rayonlaridagi terrorchilarni tozalash mashqi elib berilgan. Bu qatim qonunsiz qurolli tashkilotga zarb berish birlashma harakati mashq qilindi ekan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarni terrorlik va bo'lgunchilik nomi ostida bostirishni kuchaytirdi. Shuning bilan birga bu bostirishlarda xalqaro qo'llashga erishishga urinmoqda. Qozoq xonligi nomli televiziya teatrining tashviqot filmi tarqatildi. Qozoq xonligi qurilganligining 550 yilligi munosabati bilan 10 qismli Qozoq xonligi nomli televiziya teatrining tashviqot filmi tarqatildi. Qozoq xonligi qurilganligining 550 yilligi munosabati bilan 10 qismli Qozoq xonligi nomli televiziya teatrining tashviqot filmi tarqatildi. Bu televiziya teatrida Qozog'iston kinochilik sohasidagi oldingi qatordagi artistlar rol olgan. Qozog'iston Jumhuriyati Madaniyat va tantarbiya ministrligi yordam bergan. Qozoq xonligining qurilishi va tarixiy jarayonni aks ettirish maqsad qilingan bu film danglik qozoq yozuvchi Ilyos Asambarlining Ko'chmanlar nomli romanini asos qilib ishlangan. Film 2015-yili dekabr oyida ko'rsatilgan. Tashviqot film qozoqcha va ruscha e'lon qilingan. Xabar qilinishicha, bu filmning ishlash o'yini Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'ttirg'a qo'ygan ekan. O'tgan yil 8-oyda Rossiya prezidenti Putin bir qatimliq yoshlar munbirida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev tarixda hech qanday davlat qurilib boqmagan tuproqda davlat barpo qildi degan cho'lt so'zni qilgan. Uning so'zi Nazarboyevning to'kpilarini muayyanlashtirganda qilsa-mu, lekin mohiyatda Qozog'iston Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin qurilgan yangi bir davlat degan ma'noni beradi. Buningga qarata Nazarboyevmi inkos qaytirib 1965-yili Qozog'iston tuprog'ida tunji davlat shakllangan. Qozoq xonligi 15-asrda qurilgan degan edi. U Qozog'iston davlatining yildizi hollardan boshlandi. Undan keyin Ko'kturk, Oltin O'rda va Qozoq xonligi qurilgan. Mustaqilligimizning buyuk tarixi bor. Yoshlarimiz buni bilishi kerak degan edi. Bu yil 10-oyda Qozog'istonda Qozoq xonligi qurilganligining 550 yilligi xotirlandi. Qirg'iziston Oliy Kengashiga 2 Uyg'ur vakilmi a'zo bo'ldi. Qirg'iziston Oliy Kengashiga 2 Uyg'ur vakil Farhod Ro'zi o'g'li Tolindibayev bilan Farhod Ro'zi o'g'li Eminovmi a'zo bo'ldi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, 28-oktyabr kuni o'tkazilgan Qirg'iziston Oliy Kengashining 6-navbatlik yig'iniga a'zo bo'lib saylanganlar o'zlarining birinchi majlisida Qirg'iziston Jumhuriyatiga sodiq bo'lganligi, mamlakatning asosiy qonuniga rioya qilganligi
xalq manfaatini qo'g'dashni a'zolik vazifasining muhim sharti deb qaraydiganligi, elning mustaqilligi va butunligini qo'g'daydiganligini bildirib qasam bergan. Kengash a'zoligiga 2 Uyg'urmi saylangan. Qirg'iziston Oliy Kengashiga 2 Uyg'ur vakil Farhod Ro'zi o'g'li To'lin Debayev va Farhod Ro'zi o'g'li Eminovmi a'zo bo'ldi. Xitoyning Djiboutida harbiy baza qurish plani qaytadan diqqat qo'zg'adi. Xitoy armiyasi bosh shtab boshlig'i Fan Fengxuining Djiboutini ziyorat qilishi yana bir qatim Beijing Djiboutida harbiy baza qurishni planlayotdi degan farazlarni o'ttirg'a chiqardi. Xitoy armiyasi bosh shtab boshlig'i Fan Fengxuining Djiboutini ziyorat qilishi yana bir qatim Beijing Djiboutida harbiy baza qurishni planlayotdi degan farazlarni o'ttirg'a chiqardi. Fan Fengxui 7 noyabr Djibouti prezidenti İsmail Ömer Guella bilan ko'rishgan. 8 noyabr Xitoyning Djiboutida turayotgan 21 turkum dengiz armiyasi yurishini qo'g'dash floti amaldorlari bilan ko'rishgan. Sharqiy Afrikadagi Afrika burchiga joylashgan Djibouti Qizil dengiz orqali Aden bo'g'ozi bilan qarishib turadi. Suez kanalining bo'g'oziga joylashgan bo'lg'achqa muhim strategik ahamiyatga ega. Bu yil 5-oyda Djibouti prezidenti Fransiya axborot agentligiga Xitoy bilan harbiy baza qurish ishini maslahatlashayotganligini bildirgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Djiboutiga 10 ming askar avatadiganligi, Djiboutining Amerikadan Obuktiki harbiy bazasidan chekinib ketishini talab qilganligi ilgari surilgan edi. Gerçi Xitoy bu vaqtda ochiq ifoda bildirmagan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bilan Djiboutining savdo summasi tez suratda oshmoqda. Amerika, Fransiya va Yaponiyaning Djiboutida harbiy bazasi bor. Xitoy Tayvan rahbarlari uchrashishining orqa ko'rinishi. 11-oyning 7-kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Tayvan prezidenti Ma Ying-ju Singapurda uchrashish olib bordi. Bu Xitoy Tayvan ikki taraf rahbarlarining ichki urush oxirlashib 66 yildan keyin tunji qatim bir arada kelishi bo'lib, ziyorat haqida o'xshamaydigan ko'z qarashlar o'ttirg'a chiqdi. 11-oyning 7-kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Tayvan prezidenti Ma Ying-ju Singapurda uchrashish olib bordi. Bu Xitoy Tayvan ikki taraf rahbarlarining ichki urush oxirlashib 66 yildan keyin tunji qatim bir arada kelishi bo'lib, Xitoy matbuotlari bu tarixiy uchrashishning ahamiyatini kuchab tashviq qildi. Chet el matbuotlarida bo'lsa, mutaxassislarning bu uchrashishga ikki tarafning qo'shilishi, ikki taraf taraqqiyotiga, Tayvan saylamiga bo'lgan ta'siri haqida o'xshamagan ko'z qarashlari o'ttirg'a chiqdi. Tayvan prezidenti Ma Ying-ju 2008-yili hokimiyat beshiga kelgandan buyon ikki tarafning dushmanlashish munosabatida o'zgarishlar bo'lgan. Savdo hamkorligi, sayohatchilik qatorliq sohalarda ilgirlashlar bo'lgan. Lekin o'tgan yili Tayvanda Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini texmo kuchaytiradigan bir kelishimga qarshi keng ko'lamlik norozilik namoyishi portlagan. Bu qatimgi uchrashuvda hech qanday kelishim imzolanmadi, ham o'rtaq bayonot e'lon qilinmadi. Xitoy bilan Tayvan bir-birining hukumatini e'tirof qilmag'achqa, har ikki taraf rais, prezident atalg'ularini ishlatmay, faqat afandim degan so'zni ishlatdi. Tayvanda minglagan kishi bu uchrashishga qarshi namoyish elib bordi. Xitoy bilan uchrashish elib borgan Tayvan rahbari Ma Ying-ju Kuomintang partiyasidan bo'lib, Tayvandagi ikki cho'ng partiyaning biri bo'lgan Demokratik ilgirlash partiyasi Tayvan mustaqilligini yoqlab kelmoqda. Germaniya ovozi ko'rsatilishicha, Xitoy Tayvan masalasi Ma Ying-juning muhim siyosati bo'lib, u bu suhbat orqali tarixiy o'rin ko'zlagan. Xitoyda Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon cheriklikka qarshi turish qatorliq bir qator harakatlarni boshlagan. Huquqni ziyoda markazlashtirib olgan. Ichki qismdagi qarshi harakatga o'tgan kuchlar uyushib olgan. Ular har vaqt Xini o'rvetish fursati izlamoqda. Agar kelar yilgi saylamda Tayvandagi mustaqillikni yoqlaydigan partiyaning rahbari Tsai Ing-wen prezidentlikka saylanib qolsa, Xi Jinping bir qo'lliq tutib kelgan Tayvan xizmati mag'lubiyatga uchraydi. Tayvan mustaqilligi qayta bosh ko'taradi. U bu yilning boshidan tortib Tayvanga qarata bir qator xizmatlarni yo'l qo'ygan. Hozir uchrashish elib berish orqali o'zining Tayvan xizmatini muvaffaqiyatli qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan, ham huquqini texmo kuchaytirmoqchi bo'lgan. Germaniya ovozi tahlil qilinishicha, ikki tarafning amaliy natijaga erishishi tasdiqlan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.